sharoitida 1 kilolik choyxona osh retseptini ko'rib chiqamiz. Choyxona osh uchun faqat dumbayoqdan go'shti bo'lsa, qo'yi qo'lidan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Masalan, ular hammasi birma-ketlik bilan videoda ko'rsatilgan shaklda to'g'raladi. Kerakli aniq grammajlarni kommentariyaga yozib qo'yaman. Qozonni o'rtacha balandlikda yoqib, dumbani solib, eritishni boshlaymiz. Jizza tayyor bo'lguncha vaqtdan yutish uchun chesnoni ipga shunaqa terib oldim. Qozondan jizzani ko'tarib, birinchi bo'lib suvli joylarini solib qizartirib oldim. Ketidan piyozni solib, jigarrang rangga kirguncha qovuriladi. Go'shtni solib qovurib, birinchi piyozni taxirini olish uchun yana ozgina piyoz sovuriladi. Sabzi solib so'liguncha qovuriladi. Tuz solib aylantirib, osh tez qaynab chiqishi uchun qaynoq suv solinadi. Zirvaga qora qand, zira, to'ralgan dumba, chesnok, garimdori solib ustiga yopib qo'yiladi. Damlashdan 2-3 soat oldin guruchni yutib qo'yish esingizdan chiqib qolmasin. Mana endi ko'pchilik qiynaladigan guruchni damlash jarayoniga gal keldi. Guruch solinayotganda balandroq olovda solinib, qopqoq yopilgandan keyin pasaytiriladi. Guruchga kamroq suv berib, parlatib 3 marta dimlanadi. Ikkinchi marta aralashtirayotganda tuz sepib boriladi. Saldan keyin guruchli uje salto otishni o'rganib olgan bo'ladi. 3-dimlanishga chesnoklarni isitish uchun qo'shib dimlab yuboriladi. Oshimiz suzishga tayyor holatda umumiy pishish vaqti 3 soat tashkil qiladi. Kamchiliklarni ustozlar kommentariyada to'ldirib yuborishadi. Shunaqa retseptlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ysangiz, yon qilmaydi. Bo'lmaganda oshpaz og'aynilarni toqqa chiqqanda boshini qotirib turishga as qotib qoladi.